Intim zonadagi qorayish va mo'rtlashgan terini bittagina vosita bilan bartaraf qilamiz. Bu sizlar o'ylagan kosmetologicheskiy qimmat vosita emas. Naоборот, aptechniy, arzongina bittagina vosita. Kosmetologicheskiy professional peeling skatkalarini o'rnini bosuvchi bodyaga. Buni ochib olamiz. Xohlasanglar idishga solib olasizlar, xohlasanglar shunda olib sursanglar bo'ladi. Bodyagani parashoki bo'lsa agar suv bilan aralashtirsanglar bo'ladi, yoki parashok yoki perikis vodoroda. Perikis vodoroda bilan aralashtirsanglar oqartiradi. Bu bo'lsa bizda tayyor bodyaga. Bodyagamizni olib terimizga surib olamiz va ozgina qotishini kutamiz. Va yengil harakatlar bilan kojamizni skatovat qilamiz. Ko'ryapsizlarmi, qo'l o'zida qanchalik ороговевший koja, mo'rk terilar chiqyapti. Vaholanki qo'limda muammo yo'q edi. Qo'llarim yuvilgan, tozalangan, bu hammasi mo'rk teri. Farqini birdaniga sezsanglar bo'ladi. Qo'lim birdaniga yumshoq bo'lib, silliqqina bo'lib qoldi. Intim zonalar ham xuddi shu holatga keladi. Bu manipulyatsiyani haftada 2 marta bemalol qilsangiz bo'ladi. 100% zararsiz. Yuzga qilsa ham bo'ladi, lekin men kosmetolog sifatida bu narsalarni maslahat bera olmayman.